Hammaga salom. Fantastikadan zerikdingiz, shunday emasmi? Keling, bugun sizlar bilan fantastikadan birozgina chetlashamiz va horror filmlar olamiga sayohat qilamiz. Videoning boshidan ogohlantiraman, agar orangizda homilador ayollar yoki yuragi bo'sh insonlar bo'lsa, bu videoni ko'rmaganligingiz ma'qul. Shunchaki tark eting. To'g'risi, videoda hech qanday qo'rqinchli sahnalar yo'q, lekin qo'rqinchli voqealar aytib beriladi. Shunday ekan, agar qo'rqsangiz, bu videoni ko'rmaganingiz ma'qul. Shu sababdan shunchaki videoga like bosib, videoni tark etishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Videoni boshlashdan oldin atigi 15 soniya vaqtingizni olaman. Bizni Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizda eng yangi treylerlar, teaserlar, posterlar va film haqidagi yangiliklar tashlab boriladi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 10-o'rinda Xalqa 2002-yilda rejissyor Gor Verbinskiy tomonidan suratga olingan horror film. G'alati video kaseta tomosha qilgan odamlar 7 kun ichida vafot etishayotgan bo'ladi. Jurnalist Rachel ushbu sirni tekshiradi, ammo to'satdan u o'zi ham kasetani ko'rib qo'yadi. Videoda o'lik qiz Samaraning ruhiy iztiroblari yashiringan bo'ladi. Rachel Samaraning quduqqa tashlab yuborilgani va uning ruhi la'nat tarqatayotganini bilib oladi. Kasetani ko'rgan odam jon saqlashi uchun videoni boshqa biror insonga ko'rsatishi kerak edi. Filmning mashhur sahnasi Samaraning televizordan chiqib kelishi edi. Bu kino tarixidagi eng qo'rqinchli kadrlardan biri. Menimcha, bir marta bo'lsa ham bu sahnani ko'rgansiz. Sizga qo'rqinchli xabarim, bu videoni siz ham ko'rdingiz. Endi uni boshqa biror insonga ko'rsatishingiz kerak. Shu sababdan videoga shunchaki like bosing, video rekomendatsiyaga chiqadi va siz sababli boshqa biror inson ham videoni tomosha qiladi. 9-o'rinda Arra yoki ko'pchilikka mashhur nomi Pila 2004-yilda James Van tomonidan suratga olingan dahshatli film. Ikki erkak yerto'lada uyg'onishadi. Ular zanjirlangan xonada esa o'liklar yotibdi. Ularning barchasi Jingsway laqabli qotilning sinovlari edi. U odamlarning hayotining qadriga yetishi uchun shafqatsiz o'yinlarga majbur qiladi. Film davomida Jingswayning asl maqsadi o'lim oldidagi falsafasi ochiladi. Oxirgi vaqtgacha hech kim uning kimligini tushunmaydi va eng oxirdagi burilish filmning shunchaki top darajasiga olib chiqqan. Ogohlantiraman, bu filmni yolg'iz o'zingiz tomosha qilmang, ayniqsa tunda uxlashdan oldin, aks holda yotog'ingiz namiqib qolish xavfi bor. 8-o'rin Paranormal holat. Rejissyor Oren Peli tomonidan suratga olingan mashhur horror filmlardan biri. Film 2007-yilda chiqarilgan, ammo hozirgacha o'z muxlislariga ega. Yosh juftlik uylarda sirli tovushlar eshitilganini sezib qolishadi. To'g'rirog'i, faqat qiz eshitadi. Yigit bularga bee'tibor bo'ladi, ammo qiz vahima qilishda davom etadi va ular video kamera o'rnatishadi. Kechalari narsalar harakatlanadi. Eshiklar o'zidan o'zi ochiladi. Uyda kimdir borligi seziladi, ammo ular hech kimni ko'rishmaydi. Vaziyat asta-sekin kuchayib boradi va film oxirida ruh butunlay uyni egallab oladi. Kamera faqat bir nuqtani ko'rsatadi, bu esa filmga realistik qo'rquv beradi va bu filmni mashhur qilgan asosiy omil hisoblanadi. 7-o'rin Olamlardan narida. Rejissyor yana o'sha James Van. O'zi James Van horror filmlarini yaxshi ishlaydi. Film Dalton ismli bola va uning oilasi yangi uyga ko'chib kelishi bilan boshlanadi. Avvaliga hamma narsa oddiy ko'rinadi, lekin bir kuni Dalton zinapoyadagi qorong'u xonaga chiqib qo'rqinchli bir narsani ko'rib qoladi. Ertasi kuni esa u uyg'onmaydi va komaga tushib qoladi. Shifokorlar esa buni sababini topolmaydi. Shu kundan boshlab uyda g'alati tovushlar, o'zidan o'zi ochiladigan eshiklar, qorong'uda ko'rinadigan soyalar paydo bo'ladi. Rene bu holatni ruhiy holat deb o'ylamaydi. U chindan ham uyda nimadir borligini sezadi. Ular yangi uyga ko'chib o'tishadi, ammo g'ayritabiiy hodisalar to'xtamaydi. Shundan keyin ular ruhshunosni chaqirishadi. Ruhshunos Daltonning ruhi tanasidan chiqib, Furter o'liklar olamida qolib ketganini aytadi. Uning tanasi esa bo'sh turgani uchun yovuz ruhlar unga egalik qilishga urinayotgan edi. Ularning orasidagi eng xavflisi qizil yozuvli iblis edi. Daltonni qaytarib olishning yagona yo'li otasi Josh ham ruhiy olamga kirishi kerak edi, chunki Josh bolaligida xuddi shunday qobiliyatga ega bo'lgan. Josh Furterga kiradi, o'g'lini topadi va uni olib chiqishga muvaffaq bo'ladi. Dalton uyg'onadi va hamma xursand bo'ladi, lekin filmning so'ngida Elisi Joshni suratga oladi va Josh g'alati tarzda uni bo'g'ib o'ldiradi. Chunki Joshning tanasida yovuz ruh
bolaligida uni ta'qib qilgan qora kiyimli ayol kirib olgan edi. Film Ryanning Josh degan qo'rqinchli ohangi bilan tugaydi. 6-o'rin Jin ovchilari. Rejissyor kim? Albatta James Wan. Film paranormal oilaning yangi uyga ko'chib kelishi bilan boshlanadi. Bu eski, yakkam-tukkam joylashgan qishloq uyi boshida juda ham osoyishta ko'rinadi. Ammo birinchi kechalardanoq g'alati hodisalar ro'y bera boshlaydi. It uy ichkarisiga kirmaydi. Devorlardan g'alati taqillashlar eshitiladi. Tunda soat 3:07 da soatlar to'xtab qoladi. Oiladagi qizlar uyg'onganda kimdir ularning oyoqlarini tortib, yotoqlarini silkitayotgandek bo'ladi. Eng kichik qiz xonada ko'rinmaydigan o'yinchoq do'stlari bilan gaplashayotgan bo'ladi. Onasi Caroline ertalab tanasida ko'karishlar bilan uyg'onadi. Hodisalar keskin tus olgach, ular mashhur paranormal tadqiqotchilar Ed va Lorenni chaqirishadi. Warrenlar uyni tekshirib, bu joyda qadim zamonda yashagan Batasheba ismli ayol o'z bolasini shaytonga qurbon qilgani va keyin o'zini daraxtga osib qo'ygani ma'lum bo'ladi. Endi uyning ichida aynan o'sha yovuz ruh yashaydi va Perronlar oilasini uyga bog'lab, ularni o'ziga xizmat qildirmoqchi. Asosiy mojaro Carolinening ustida boshlanadi. Batasheba aynan uni egallashga urinadi. Uyda to'satdan ro'y berayotgan kuchli portlashlar, o'zidan o'zi yopiladigan eshiklar, ko'chib yuradigan tovushlar oilani hayratga soladi. Warrenlar ruxsat olmasdan uyda egzosarizm, ruh quvishni boshlashadi. Caroline esa birdan nazoratdan chiqib, qizini pichoq bilan o'ldirmoqchi bo'ladi, ammo Ed Warren uni ushlab qolib, ruhiy jarayonni yakunlaydi. Film yakunida Caroline hushiga qaytadi. Ruh quvish muvaffaqiyatli bo'ladi va Perronlar nihoyat uydan omon chiqib ketadi. Vaziyat hal bo'lgandek ko'rinadi, ammo Warrenlar ketayotganda Ed bo'sh ofisda yangi holat haqida xabar oladi. Bu Conjuring olamining endi boshlanayotganidan darak edi. Videoning birinchi qismi aynan shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Siz ham kommentariyada har bir videoni qismlarga bo'lib tashladingiz deb iltimos haqoratli so'zlarni yozmang. To'g'ri tushuning, montaj anchagina qiynaydi. Shu sababdan keyingi haftada va'da beraman, ikkinchi qismi aniq chiqadi. Ungacha esa kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.